judayam zo'rda. Juda qiziqarli videoda kamerani yoqibman. Hello barchaga salom do'stlar. Bugun men sizlar bilan Senzi Minecraft do'stlar. Bugun bizda Pixmaster yo'q. Pixmaster bilan bugun video olmayapman. Chunki bilan meni tochkam shuning uchun buni 3-videoda chiqardim bilan. Yo hozir mono kiradi yoki o'zim video olaman do'stlar. Sen nimaga kelding? Men hali kuni sen uyida ketayotgan ekan, mashinani bermaysanmi? Mashinanimi? Sizlar asab ekansanlarda. Asabmizda. Sizlar like podpiska bosib turinglar. Biz buni mashinasini berishimiz kerak. Mana güzel mashina. Bilmabman. Hop 5 minut ben bu tek mashinalarni chalkash qilib tashgan qaranglar. Hozir biz sразу bundoq qilamiz. Mana bundoq turib do'stlar bo'ldi, mashinani joylashtirib oldik. Endi mana buni voyto urolishdi do'stlar. Hozir endi buni urmasdan haydashni bilishmaydi-da bular. Bo'ldi, yaxshi, xarosh, juda ham qiziq. Va do'stlar, mana shunday mashina olamanmikan deyapman do'stlar. Ko'pchiliklar Lamborghinilar minib yurishadi. Bilsanglar. Hop, biz ham qachon Lamborghinilar olamiz ekan? Mana mashinalarni qaranglar. Juda ham zo'r. Bular mashinasini menga berib ketishganda tuzatib qo'y mashinamizni deb. Men bularga nima? Men bularga qulimanmi? Tuzatib qo'y desanglar tuzatib qo'yishim kerakmi do'stlar? Nu mashina minamiz deb. Hech bo'lmasa mana shunaqa mashina ham olsam bo'lardi. Bu kirib berildi qaranglar. Bu shahar 3-qismini kim bilan olay do'stlar? Shuni kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana bu meni skuterim. Men faqat skuterda yuraman do'stlar. Boshqa mashinam yo'q. Mana bu esa Pixmasterning skuteri. Mana ko'ryapsizlar? Pixmaster ikkalamiz. Pixmaster ikkalamiz faqat skuterda yurayapmiz do'stlar. Chunki nimaga desanglar? Hop, 5 minut. Hop do'stlar, biz ketyapmiz. Uzr, qanaqadir tovushlar eshitilayotgan bo'lsa, biz tezroq uyda uxlaymiz. Bu shaharda tez kechqurun tusharkan. Hop, endi uxlaymiz do'stlar. Ertalab videoda yoqaman. Mana nihoyat do'stlar. Hop, biz telefonimga kimdir turib, alo. Mashina o'zingga olib pulini berasanmi? Bilmadim, hozir pulim kamroqda-da. 5 stak olmosga beraman. Blokmi yoki oddiymi? Blok. Menda yo'qda, bir stak bor. Bo'pti bo'lmasam, bo'pti. Bo'pti, hop. Hop do'stlar, men kiyimlarimni kiysam, qilich hardan bilan hardan olib yurishim kerak. Chunki bu qilich menga juda ham kerak bo'ladi. Bu qilichda mashinalarni urib, o'zini o'ldirsam yaxshi bo'ladi. Reda ham kommentariyada yozib qoldiribdi. Rahmat. Men bilmasdim. Bu yaxshi zo'r. Bularni hozircha o'ldiramiz deb do'stlar, boshqatdan chiroyli qilib qo'yamiz. Buni olamiz. Zo'r, o'zimizga yangi mashina olyapman do'stlar. Bizani ekalamizga, Pixmaster ekalamizga. Nu hozir men uni olaman. Bu yetaman sizga mana shu. Ko'ryapsizlarmi do'stlar? Mana shu mashinani bizga beryapti bittasi. Pulini beraman dedim. Ha bo'ldi, xo'p. Berasan, sen keyin men pulini olaverasan. Men keyingi videolarimda pulini olaman dedi. Da bo'pti, xo'p dedim. Bu keyingi videoda pulni oladi. Do'stlar, men hozircha mana shu yerda shunday qilib yashab turaman.
Bu yerda judayam qiziqarli zo'r videolar chiqadi. Shaharda hali videolarimiz ko'p bo'ladi do'stlar. 5 minut videoda yoqaman. Do'stlar, bura yetib keldim. Mashinani pulini berib keldim. Kartamdan men bankda pulim bor edi, sal kamroq edi do'stlar, lekin mayli pulni berdim-ku, yaxshi do'stlar. Buni 3-qismi Pixmaster bilan chiqsa, men Mono bilan chiqsam, shuni kommentariyada yozib qoldiringlar. Albatta men o'qiyman u kommentariyalarni. Mana bu do'stlar, mana bu Mono, haydi. Pixmasterning uyi. Agar Mono kelsa, ikkalasi birga yashaydi. Men bu katta xonam aniqman. Ben bu redan videolarni har doim ko'rib o'tiraman. Hop, bizga uxlab olay. Juda charchadim. Sabaganlarkim o'zlar tushunmayapti. Bu meni pichoq o'ldirishmoqchi. Bu va shomi men u tush rost bo'lmaydi-da. Ba'zilar rost bo'lishi mumkin. Ovqat yeb olamiz chunki men qanchadan beri ovqat yemayapman. Shundan beri do'stlar 2 kundan beri ovqat yeganim. O'tar sen bilan birga yeymiz. Ham ovqatlarning non yeysanmi? Ha. Hozir senga non olaman. Men o'zim baliq yemayman, men sushi men do'stlar, like podpiska bosib turinglar. Senga non beryapman, yurasan? Iya, qani? Xo'p, ben o'zim yuraman, ketib qopti, yaxshi. Mana ketib qoldi. Do'stlar, bizning keyingi videomizda albatta Pixmaster yoki Mono bilan bo'ladi. 4,5 yarmini qo'yib qo'yamiz. Endi ko'chaga chiqib mana bu mashinamda aylanib kelaman. Chunki bu mashina menga juda ham yoqdi. Wow, bu manzarani chiroyliligini qaranglar. Men sizlarga hozir eski uyimni ko'rsataman. Birinchi mana shu eski uyim yoniga borib kelaylik. Piyoda borib kelish juda ham qiyin. Mayli, biz boramiz, majburmiz. Ana bu meni eski uyim, sizlar bilasizlar. Ouch. Ana bu meni eski uyim. Mana bu domlarni orqasidan men uy oldim. Chunki qiynalib qolmaydi deb. Afsuski bizning garajimizda yo'q. Mana ana shu meni eski uyimga juda ham yaqin. Shuning uchun mana shu tomon o'zim uy oldim. Ketganimiz kerak. Podpiska bosib turishim. Hop ya. Ay, what the fuck? Qo'lim qayrildi. So'ramayapti. Sizlar uyga borib olaylik. Mashinalarga urib tashlayman, qanday pulni to'layman ekan? Buni hozir to'laymiz deb pulni. Voy, qo'lim og'riyapti. Yomon urib oldim. Hop, do'stlar, like podpiska bosinglar. Men chap qo'lim urib oldim. Ouch. Hop, pulni olib chiqib bering. Hop, do'stlar, qo'limni gips qildirib keldim. Keyin videoda yoqamiz. Hop, do'stlar, qo'limni gips qildirib keldim. Og'riyapti. Nu, mayli. O'z mashinalar pulini to'lash kerak edi. To'xtagin sensi. Nima deysan? Sen men mashinamni urib olding-ku, pulini to'la. Boya berdim-ku. Ha, berding, esimda yo'q. Bo'pti, bor, og'riyapti. Voy, do'stlar, qo'lim og'rib ketdi. Ay. Ham beribman-da.
Hop, ketdi даже biza bo'ldik. Nu ketdik. Tepaga chiqamiz. Xo'p do'stlar, men qo'lma o'rgatganda 2-3 kun haydamay turaman ekan mashina. O'g'lim deb endi ertalab tushsa tezroq degan tezroq choy ichamiz. Yaxshiyam o'ng qo'lim nima bo'lmabdi. Agar o'ng qo'lim singanida do'stlar, men nima edi ovqat yemasdi. Nimaga kirishaversalarkina. Hop, hozirchalik zo'r. Qo'lim bunday qilib qalidinni ochamiz. Qani buni olamanki yarmi zo'r osalarman. Ochyapman. Nu yaxshi. Ikkita har doim men 2-3 ovqat yeyman. Chunki qornim ochib bo'lib qoladi. Ochadi-da qornim. Kutilib bitimini. Yaxshi. Mazza. Do'stlar, video tugashga ham vaqti kelib qopti. Hop, ko'chaga chiqib xayrlashib olaman sizlar bilan.